jon qo'shni degan maqolga amal qilib, qo'ni-qo'shnilar ahli bo'lgan bitta mahalladan hovli topib qo'ydim. O'ta dahshat holat. Birinchi eng menga yoqqan tomoni, xuddi mana shularga to'rtta mashinani taklab qo'ysiz, takoy zo'r turadi, taylar, kafelar bosib qo'ysiz, vaqti maza turadi. Ko'rib turgan, hashamatli, chiroyli 6 xonali binolar srochniy sotiladi. Uy egalariga pul ozgina zarurligi uchun akalar sotuvga qo'yibdi, o'zi nerealniy narxlarga qo'yib qo'yishdi. Ichlarida sharoit bor, o'ta tayyor holatga. Shunday kelasiz, mebellar joylaysiz, shu yashaverasiz. Hozir ichidagi sharoitlarni hammasini ko'rsatib beraman sizga. Birinchi xonasi, keling-da mana. Laminatlarigacha qilib qo'ygan. Ko'rplaslargacha qilib qo'yish kerak ekan. Bu birinchi xonasi sharoiti. Nima borib, uyi egasi haqiqiy did bilan solgan ekan. Eshik romlariga moslab, patolog dekorplaslarni ham chotki ranglar moslab qo'ygan ekan. İçlarini qarang, chexollarni, laminatlarni zo'r qilib qo'ygan ekan. Remont holatlari o'ta ideal holatda. Akalarimiz seriyoz insonlar ekan, ana qo'riqlash xizmatiga himoya vositalari ham bor ekan, a'zolar ekan. Bu 3-xonasi. Bu xonasi ham xonalari ideal holda aboy bilan jihozlangan. Bu 4-xonasi, sal kichkinaroq joy, anaqa ham ketaveradi. Bu esa qarang, oshxonasi ekan. Oshxonaga qarang, cho'p yig'ib qo'ygan, yonlari kafellar bilan. Mana esa Hammomni ham o'tib akkurat diz bilan sotib qo'ygan ekan. Mana montajlari ozgina bo'layotgan. Eshikdan shunday kirasizda, mana. Akkurat holatda ugalonlar qo'yib qo'ysangiz, zo'r turadi. Ovqatlanganingizdan keyin binoda mana qolasangiz, yotoq joy qo'yasiz bilan xohlasangiz o'zingizga televizorlar ko'rgani ajoyib joy yaratasiz bo'ladi. Eng qiziqarli joyi, hammanda savol tug'ilgan joyi gaz, suv, svetdan hech qanaqangi muammosi yo'q. Xotirjam kelaverasiz. O'zi hovlilarda aksariyatda gaz bo'lmaydi, lekin bu yerda gaz bor ekan. Taqlab qo'ying. Yaxshi, hojatxonasi ham kengina ekan. Bemalol telefonga o'tiraverasiz. Bu tashqari eshigi. Tashqari ko'rib turgan xonadonlaring net soti deyotganlarga 907, 908. Pashti 10 soti chiqadi, lekin agrot yo'q. Mana shu o'rtaga gazonlar uchun suvlarni montajlarini zo'r qilib qo'yib berishgan ekan. O'rtaga katta fontanni qo'yib turib, fontanga moslashgan ekan, yumaloq qilib qo'yishgan ekan. Gazonlar sachib, akkuratni archalar qo'yib qo'yadigan bo'lsa, prezidentskilarni fashi yig'laveradi bu uy borib, mazza qilib yashashsiz bo'ladi. Haqiqatan realniy olmoqchi bo'lgan, baraka qilmoqchi bo'lgan akalarimiz bu xonadon kelib, akalarimiz qo'lini bitta silkila bo'ldi. Akalarimiz sizlarga berib yuboradi. 75 ming bahosini aytishyapti ekan. Agar siz hozir akamizga kimdir xaridor olib kelib, o'sha xaridor sizga baraka qiladigan bo'lsa, xaridor olib kelgan xaridorga $100 shtirib beraman deyapti uy egasi. Shunaqa saxiy inson ekan. Tunga pollarni ham o'ta eng oxirgi ditlar bilan qilishgan ekan. O'zlari akamiz haqiqatan mazza qilib yashayman deb mehr bilan qilgan. Shunchaki erkak kishining boshida har xil ishlar bo'ladi. Shuning uchun ma'lum bir savollarga ko'ra sotmoqchi bo'lyapti. Aytmoqchi bo'lgan videoni uy olmoqchi bo'lgan do'stlarga Telegram kanal hammasiga bitta yuborib qo'yinglar. Pastga raqamga hozir telefon qiling. Akalarimiz erinmasa 24/7 aloqaga chiqib sizlarga ma'lumot beradi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Uyimizni mazmun so'raganlar, Toshloq tumani, Qanjiqra mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. Zarkin Kruy bilasizlar, u Zarkin Kruydan oldin kirganda mahallalar joylashgan. Mahalla-ku qo'ni-qo'shnilardan muammo deyotgan bo'lsalar, unaqa narsa yo'q. Bitta hammasi ahil, bir-biriga inoq kelasiz, bemalol do'stlashib ketaverasiz yoki akalarni sira do'stlashtirib tanishtirib qo'yadi ekan.